$60,000 mana shu 250 kvadratli town house'imizni sotuvga qo'yilgan. Dom puliga vobshe zo'r, chunki ikkita ko'chani o'rtasiga tushgan. Yon atroflari ham yangi qurilgan uchastkalar. Ko'rib turganingizdek, bu yoq taraf oynasi, bu yon tarafida, u yoq orqa tarafida skvoznak planirovka, kirish eshigi bu yoqdan, omasizlarga u yoq tarafdan kirib ko'rsataman, endi shalak blok taxlab qo'yishgan. Shunday eshikdan kirib kelasiz, bu yoq burchakda podvalga tushib ketirish. Yer to'lasi yaxlit qilingan, mana shu imoratdagi yaxlit yer to'la. Tepa qavatga chiqib ketirish, hali zinasi quyilmagan. Kattagina prixoshga ko'rasizlar. Skvoznak planirovka. Bu yoqda bitta xona, oshxonasi bo'ladi. Ikkita deraza romlari. Yurib kelganda bu yoqda bitta sanuzel birinchi qavat uchun, yonida mehmonxona. Tepada spalnilar hammasi tepada bo'ladi. Ichida sanuzellari ham bor. 250 kvadratura zo'r. Narxi ham $60,000. Endi bu joylarda suv, gaz, svet, kanalizatsiya, hamma kommunikatsiyasi bor. Lokatsiyasi Toshkent tumani Qizg'aldon mahallasi, orientir Mehnat postdan kirganda 3-kvartal deyiladi. Pastda nomer qoldiramiz. Kimga qiziq bo'lsa kelib ko'ringlar, ma'qul bo'lsa bariga qilinglar.